Sharqi Turkistonda yana bir imom Xitoy zindonlarida hayotidan ayrildi. Urumchi xalqaro cho'ng bozoridagi cho'ng masjidning imomi Abdurahim Damollamning Xitoy soqchilarining qiyin qisaqlarda shahid bo'lganligi o'tirg'i chiqdi. Bir necha oy burun tutib ketilgan imomning nima sababdan tutilganligi va nega qamalganligi noma'lum edi. Allohdan rahmat tilaymiz. Xitoy Sharqi Turkistonda tutib turayotgan 2000 dan ortiq qozoqning Xitoy fuqaroligidan voz kechib, bu davlatdan ayrilishga ruxsat qildi. Bu uchur Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi tarafidan jazmlashtirilgan bo'lib, Xitoyning musulmonlarga qilayotgan zulmiga qarshi inkoslarning bir natijasi deb qaraldi. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi Xitoy qo'yib bergan bu kishilarning Qozog'istonda vatandoshlik yoki mangulik o'ltiraqlashish huquqiga iltimos qilsa bo'lganligini bildirdi. İyi Partiya İzmir şöbesi Sharqi Turkistonning hurligi yo'ldagi mushaqqatlarni dunyoga yetkazish uchun yurish qilgan bir guruhi Sharqi Turkistonlikni bosh shtabida kutib oldi. 9 yanvar İyi Partiya İzmir şöbesida Sharqi Turkistondagi zulmlarni pash qilish maqsadida bir yig'in o'tkazildi. İyi Partiya İzmir şöbesining raisi Hüseyin Qirqitnar yig'inda so'z qildi. Eskişehir Anatoliya Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti reisi Ahmet Doğanes Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmlarga qarshi bir axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, noroziligini bildirdi. Amerika bilan Xitoy orasida 3 kundan buyon davomlashayotgan savdo-urushi suhbatlari oxirlashdi. Muzokara oxirida ikki davlat vakillaridan ijobiy inkoslar keldi. Yaqin zamonda suhbat mazmuniga oid tafsilotlarning e'lon qilinganligi bildirildi. Amerika Yezigilik Ministerligining savdo va tashqi munosabatlarga mas'ul muavin ministri Ted McKinney muavin ministerlar saviyasida ilib berilgan muzokaralarni biz uchun yaxshi bo'ldi deb baholadi. Saudiya Arabistonining Makka shahriga joylashgan Masjidil Haram va atrofi chekatga va suvaraklarning hujumiga uchirdi. Kabe ve şehirning her taraflarida paydo bo'lgan hasharotlarga qarshi munosabatlik doiralar doğrulash va tozalash harakati boshlandi. Makka shahri bosh kotibi Muhammad Al-Quvayish qo'g'dash xodimlarining haram masjidining to'rt atrofini qurshab olgan suvaraklarga qarshi harakatga o'tganligini bildirdi. Kishilar ko'nmagan va bundan burun hech ko'rib boqmagan bu ish dushanba kuni yuz berdi. Kabening bir qism joylari taqaldi.